Samarqanddagi zapravka portlashi oqibatida odamlar vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. 7-may kuni Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan ayoqishlardan birida zil yonib ketdi va oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Sanoat Radiatsiyasi va yadro xavfsizligi qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat taxminan 15:00larda Kattaqo'rg'on tumani Qo'shtepa mefeyida joylashgan Yigitali mechejega qarashli Aqosh hovlisidagi yer usti qismida joylashgan 2 dona hajmi 10 metr kub bo'lgan yoqilg'i saqlovchi sig'imlariga Solyarka zil rusumli avtomashinasida yoqilg'i quyish vaqtida yong'in sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, chaqnash oqibatida 2 nafar fuqaro vafot etgan va 1 nafar fuqaro tan jarohati bilan tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.